kech paytga nima ovqat qilay deydi-yu. Mont qilib qo'y, mont yegim keldi desang, ha endi montiga ham hozir zo'la chuyib, anaqa qilib, xamir qilib 2 soat, 3 soat vaqtim ketadi. Ha lamon qilib qo'y, lamon yegim keldi. Endi lamon ham monti bilan bir xil bo'lgandan keyin unga ham shuncha vaqt ketadi. Ha bo'lmasa bittanta suyoqqa solib qo'y, sho'rvami, xo'rdami, mastavami ichamiz maza qilib. Qachon pishadi u? Hozir endi kech qoldim-da u sho'rvalarga, suyoqotlarga-chi. Ha bilganingni qil, bilganingni qil. O'zim hayolim kelmayapti-da. Siz aytsangiz yaxshi bo'ladi. Ha men aytganim qilmayapsan, o'z nimani kutyapsiz? Hammasi lamon qil, lamon qil. Qo'ying endi shuncha ishni orasida endi vaqtim bormi? Lamon qilgan. Ko'chadan bitta toqat olib kelasizmi? Deganda bo'g'ila orasan. Deganda. Ha hop nima bor? Sushimi, pizzami? Ha? Hamburgermi?